Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? 2026-yilning 1-kuni yangi yil yaxshi o'tkazib oldilarizmi? Hammamizga baxt, omad kelsin, hojam deya takrorlashni iloji yo'q. mana bayram ko'chdaman, kecha keldik qo'shinim bilan. Endi ozgina kechroq keldik, ertaroq yopildi. Bolarim yana boraylik, kam uchib qoldik deb hozircha bo'ldi. Bayram endi tomosha qilyapmiz. Sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ziyofatga taklif etaman. Mana bayram bo'lyapti. Odamlar bor. Mana ikkita qizim bilan kelganman. Bor shunday. Bundan yollarını boşlayarak ama adam meni boshqa kuchlar samosari yuksaltirar. Men ular hammasidan o'zib ketdim. Juda kelishgan ayg'irotga men aylandim. Yeni baxt omad olib kelsin. Onlarimizni kamolini ko'rib yuraylik. Omadli barakatli kelsin. Sog' bo'linglar. Bu yil yomon reja.